Assalomu alaykum. Bugungi temamiz tuberkuloz kasalligi haqida qisqacha tushunchaga ega bo'lish bilan davom etadi. Bu kasallik ta'rif beradigan bo'lsak, bu kasallikni Mycobacterium tuberculosis infeksiyasi qo'zg'atadigan kasallik hisoblanadi. Asosan o'pka to'qimalarining shikastlanishidan namoyon bo'ladi. Kam hollarda boshqa a'zolar, ya'ni jigar, buyrak, miya, suyak kabi a'zolarni hayot uchun muhim bo'lgan a'zolarning zararlanishi bilan namoyon bo'ladi. Lekin bizda 90% hollarda o'pka zararlanadi va keyinchalik boshqa a'zolarni qisman zararlanishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bu kasallikni ta'rif beradigan bo'lsak, bu kasallik birinchi marta 1882-yilda Robert Koch tomonidan aniqlangan va keyinchalik Koch tayoqchalarida ham atalgan. Bu kasallikni yana Mycobacterium deb atalishiga sabab, ya'ni mykoz bilamiz, lotinchadan tarjima qilsak zamburug', bakteriya esa bakteriya degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun ham bu zamburug' tabiatli bakteriya hisoblanganligi uchun buni davolash chora-tadbirlari bir qancha murakkab jarayonlarni keltirib chiqaradi. Bu kasallikni qisqacha yaxshi tushunishimiz uchun kasallikning etiologiyasi, patogenezi, virulentligi, diagnostika va davolash chora-tadbirlari haqida qisqacha tushunchaga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Etiologiyasi biz etiologiyasi o'qish yo'llariga qarab, ya'ni aerogen, ko'pincha ya'ni Mycobacterium tuberculosis bakteriyasi nafas yo'llari orqali organizmga tushib patologiya keltirib chiqaradi. Biz kam hollarda aytdik, boshqa a'zolarning ya'ni alimentar va kontakt o'qish yo'llari ham mavjud. Alimentar bo'ladigan bo'lsa, bu Mycobacterium bovis degan turi bor, ya'ni bu sifatsiz go'sht mahsulotlari, ya'ni kasallangan hayvon go'shti yoki uni sut mahsulotlari orqali yuqadi. Keyingisi bu qushlar orqali yuqadigan turi bor, Mycobacterium avium deb ataladi. Bu qushlar orqali yuqadi va bir qancha murakkab patologiya hisoblanadi. Ularga nisbatan og'irroq kechadi. Yana bitta turi bor, bu Afrika qit'alarida ko'proq uchraydiganligi uchun Mycobacterium africanum degan nom bilan atalgan. Bu kasallikni patogenezi yaxshi tushunishimiz uchun biz o'pka to'qimalari haqida qisqacha tushunchaga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. O'pkani bilamiz, biz chap va o'ng o'pkalardan iborat va bu yerda traxeya va bifurkatsiya va o'ng va chap bronxlar va keyinchalik bronxiola va segmentlarga bo'linadi. Biz bilamiz, o'ng o'pkamiz 3 ta bo'lak va bir qancha kattaroq va kaltaroq bo'ladi. Chap o'pkamiz esa 2 ta bo'lak, ya'ni bu yerda yurak joylashgan soha hisoblanadi. Bronxlar chap o'pkada biroz uzunroq va ingichkaroq bo'ladi. O'ng bronxiya esa kaltaroq va biroz kengroq bo'ladi. Ya'ni biz buni nima uchun bilishimiz kerak? Buni bilishimizdan maqsad kasallik ko'pincha, ya'ni uni anatomik tuzilishiga qarab o'ng va chap o'pka patologiyalari yuzaga keladi. O'ng o'pka ko'proq patologiya yuzaga kelishi sababi bu biroz kengroq va kaltaligi sababli patologiya ko'proq o'ng o'pkada kuzatiladi. Chap o'pkada ham kuzatiladi, nisbatan o'ng o'pka ko'proq zararlanadi. Kasallikni patogeneziga keladigan bo'lsak, bu kasallikning patogenezi biza ko'pincha Mycobacterium tuberculosis, ya'ni havo tomchi orqali yuqib, o'pkalar zararlanishidan boshlaganligi uchun o'pkani zararlanish patogenezi haqida qisqacha tushunchaga ega bo'lamiz. Mycobakteriya havo yo'llari orqali tushib, alveolarda o'rnashadi va alveolarga o'rnashgandan keyin bu yerda bilamiz, alveolar makrofaglari bor. Ya'ni alveolar makrofaglar tomonidan tanilib, buni o'rab olib, fagotitlash xususiyatiga egaligi uchun fagotitlaydi. Shu joyga bir narsaga to'xtalib o'tamiz. Normal o'sha fagotitlash jarayoni haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Ya'ni biz bilamiz, makrofag boshqa bakteriyalarni o'rab olib, uni fagosit qilish xususiyatiga ega. Lekin bizning mana shu sil tayoqchalarimiz Mycobacterium tuberculosis bu makrofaglar orqali fagotitlash jarayoniga qarshi bir qancha omillar, ya'ni o'sha o'zidan mediator ishlab chiqarishi mumkin va o'zini hujayra devori bilan farq qilishi mumkin. O'z normada makrofag ichida lizozomal fermentlar mavjud va fagosoma, ya'ni makrofag mikrobni o'rab olgandan keyin bu mikrob fagosoma ko'rinishida makrofag ichiga kiradi va bu yerda kattaroq qilib chizib olamiz, ya'ni qisqacha tushunchaga ega bo'lishimiz uchun. Biz buni makrofag degan bo'lsak, mana bu Mycobacterium. Mycobacteriya makrofag ichiga yutilgandan so'ng biz bilamiz, makrofaglar ichida bu yerda lizosomal fermentlar, ya'ni vezikulalar ichida turgan bo'ladi. Boshqa turdagi mikroblarni o'ldirishda aynan mana shu lizosomal fermentlar bilan fagosomal qo'shilib, bular birgalikda hazm qilish xususiyatiga ega edilar. Lekin bizlarning o'sha bu sil tayoqchamiz
o'zining maxsus xususiyatlari bor, ya'ni uni hujayra devorini chizadigan bo'lsak, hujayra devorida maxsus, ya'ni sulfatidlar degan moddasi bor. Bu sulfatidlar lipidlar va glyukozadan tashkil topgan va glikolipiddan tashkil topgan desa ham bo'ladi. Bu modda mana shu lizosomal fermentlar bilan fagosomani bir-biriga yaqinlashishiga qarama-qarshi ta'sir qilish natijasida bular lizosomal fermentlardan o'zini himoya qiladi. Bundan tashqari, buni kort faktori bor. Ya'ni kort faktor degan kort faktor. Mana buni sulfatid degan bo'lsak, mana shu ikkita faktor orqali bular makrofagdan himoyalash xususiyatiga ega. Bundan tashqari biz bilamiz, lizosomal fermentlar tarkibida vodorod peroksid, kislorod reaktiv turlari va boshqa turdagi oksidlash xususiyatiga ega bo'lgan kislotalik fermentlar mavjud. Normada bu fermentlar boshqa bakteriyalarni o'ldirish, ya'ni ularni lizisga uchrash xususiyatiga ega. Lekin bizning bu mikobakteriyalar o'zidan maxsus ferment ishlab chiqaradi, ya'ni superoksid, dismutaza va katalaza fermentlari. Ya'ni oksid, dismutaza, mutaza va katalaza. Katalaza fermentini ishlab chiqaradi. Bu fermentlar nima qiladi? Ya'ni bu mikobakteriyaning virulentligini oshirib berish xususiyatiga ega. Ya'ni biz lizosomal fermentlarimizdan ishlab chiqariladigan o'sha oksidlovchi fermentlarni neytrallar bu fermentlardan omon qolish xususiyatiga va uzoq umr ko'rish xususiyatiga ega. Agar bizning immunitet hujayralarimiz, ya'ni o'sha makrofaglar, bu yerda limfositlar va boshqa turdagi immun hujayralarimiz faol bo'lsa, immunitetimiz baland bo'lsa, bu bakteriya hujayraga tushgandan keyin latent fazaga o'tib, uzoq yillar davomida, ba'zida 20-30 yil davomida ham organizm ichida qolib yashab umrini uzaytirish xususiyatiga ega. Latent faza nima degani? Latent fazada asimptomatik kechadi, hech qanaqa simptom belgilar bermaydi. Qachonki biz, ya'ni bemor immuniteti pasaysa yoki oziqlanishi yaxshi bo'lmasa, immun tizimida susayib yuzaga keladi. Immun tizimini biz bilamiz, hammasi oqsildan sintezlanadigan hujayralar hisoblanadi. Agar biz oziqlanish yaxshi bo'lmasa, immun tizimimiz pasayadi. Natijada makrofag, T-limfosit, limfosit, SD tur retseptorlar bilamiz. Retseptorlar bu mediatorlar yoki immun hujayralarning soni kamayganda bizda o'sha immun tizimi deganda mikobakteriyani katta chizib olamiz, ko'rinyapti. Mikobakteriya degan bo'lsa, biz aytdik, o'sha makrofaglar biz mikobakteriyani o'ldira olmaydi. Shuning uchun uni atrofidan ko'plab makrofaglar yig'iladi. Atrofdan yig'ilish natijasida bu yerda tuberkuloma hosil bo'ladi yoki granuloma degan bo'ladi. Bu vaqt o'tishi bilan birinchi kelgan makrofaglar o'lish, ya'ni kazifikatsiya jarayoni yuzaga keladi. Ya'ni bu yerda keyinchalik kazifikatsiya, ya'ni kaziozlik nekroz yuzaga keladi. Keyinchalik bizda bu yerda SD4 retseptorlar bor, SD4 retseptorlar bor. Bu retseptorlar orqali T-limfositlar faollashib, immun tizimimizni jalb qiladi. Bizning immun tizimimiz agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu tuberkulomani yillar mobaynida saqlab qolib, latent fazani saqlab turish xususiyatiga ega bo'ladi. Agar qachonki bizning immun tizimimiz pasaysa yoki SD4 retseptorlar ma'lum miqdori bor, bularning soni kamayadigan bo'lsa, keyinchalik bu hujayra devorini hosil qilib turgan makrofag va immun hujayralarimiz soni kamayish hisobiga uni devori zaiflashadi va ichidagi mikobakteriya reaktivatsiyaga o'tadi. Ya'ni latent fazadan reaktivatsiya yoki faol fazaga o'tadi. Latent fazaga hech qanaqa simptomlar bermasdi. Reaktivatsiya jarayonida, ya'ni faol fazada o'zini keyinchalik klinik belgilar namoyon qilishni boshlaydi. Shu jarayondan so'ng o'zi klinik belgilar namoyon bo'lishni boshlaydi.
o'z tuberkulozning bir qancha shakllari bor. Bu faqat birlamchi tuberkulozning birlamchi shakli. Ya'ni buni yana boshqa shakllari ham mavjud. Ya'ni bundan keyingi bo'ladigan jarayonlarni yana boshqa videolarda tushuntirib beramiz. Bunda o'zi buni faol bosishga o'tgandan keyin o'pkada infiltrativ hosil qiladi. Ya'ni o'pka to'qimalarida latent fazadan uyg'onadi va boshqa to'qimalarga o'zini o'sha faol nima deydi, agressiv jarayon bilan zararlay boshlaydi va o'zini klinik belgilarini namoyon qilib boshlaydi. Ya'ni klinik belgilari birinchi ko'radigan bo'lsak, subfebril isma, subfebril 37 desak, 37 misol uchun 37. Bu doimiy, ya'ni bu 2 haftadan kam bo'lmasligi kerak. Yo'tal. Bu ham boshlab quruq yo'tal, bu ham 2 haftadan kam bo'lmasligi kerak. 2-3 hafta. 2-3 haftadan kam bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari ozib ketish, ya'ni bemorda ozib ketish belgilari yuzaga keladi, ozish. Keyin intoksikatsiya belgilari, ya'ni anoreksiya, ishtahaning bo'lmasligi, holsizlik, bundan tashqari yana o'sha intoksikatsiya deganligi uchun ya'ni bemorlarda stress, depressiya holatlari yuzaga kelishi. Ya'ni bu markaziy nerv sistemasining intoksikatsiya belgilari, ya'ni qonda o'sha zararli mediator, ya'ni toksinlar natijasida nerv tizimining zararlanishi, depressiya yuzaga keladi. Depressiya. Bu belgilar bu tuberkulozning klinik belgilari hisoblanadi. Biza kasallikni qo'shimcha tekshirish uchun bizada bir qancha tekshirish usullari mavjud. Ya'ni bunga rentgen afzatini qo'shiladi. Ya'ni rentgenda o'pkadagi o'zgarishlar, o'choqli yoki infiltrativ yoki boshqa klinik shakllar, kavernoz, fibroz, sirroz jarayonlarini biz rentgen orqali aniqlashimiz mumkin. Rentgenda obzor rentgen qilamiz. Rentgenda ko'rinmagan narsalar albatta NCT, ya'ni kompyuter tomografiyada ko'rinadi. Kompyuter tomografiya. Biz bu tekshirishlarni o'tkazganimizdan keyin kasallikni o'zi taxminiy diagnoz qo'yishimiz mumkin. Biz kasallikni tasdiqlashimiz uchun maxsus tekshirish usullari o'tkaziladi. Ya'ni umumiy qon tahlili. Umumiy qon tahlilida bizda asosan limfopeniya, eozinofiliya, echet oshadi, S-reaktiv oqsil oshadi va asosan mana shu qonda shu belgilarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari biokimik tahlillarda biz ko'rishimiz mumkin. Albuminlar soni kamaygan, ya'ni oziqlanish kamaygan. Immun hujayralarini ko'rishimiz mumkin, ya'ni interferon gamma miqdorini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni interferon gamma miqdorini ko'rganimizda bu latent fazada ham bizga diagnoz qo'yishimiz mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari bir qancha bakteriologik tekshirish usullari bor. Ya'ni bakteriologik deganda bu o'sha bu bakteriya gram manfiy, gram musbat, gram usulda bo'yalmaydi. Shuning uchun uni Nielsen usulida bo'yab ko'ramiz. Nielsen usulida bo'yab ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda bizlar buni o'sha ko'rib mikroskopda ko'rganimizda o'sha maxsus bosqichlari bor. Ya'ni karbonli fuksin, sulfat kislota va metilin ko'ka yordamida amalga oshiriladi va mikroskopda ko'rganimizda bizga qizil tayoqchalar ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qizil tayoqchalar bizga faqatgina bu mikobakteriya tuberkulozini ko'rsatadi. Ularning sonini ko'rib, diagnostika nechta ko'ruv maydonida, 100 ta ko'ruv maydonida nechtani ko'rganligimizni diagnoz qilamiz. Bu ham o'zi bu aniq diagnoz qo'yishimiz mumkin bunda ham. Keyin bakteriologik ekma usuli o'tkazamiz, ya'ni o'sha maxsus ozuqa muhitda uni maxsus gradusda 14 kun mobaynida ekib, uni o'sishini va antibiotikka sezguvchanligini aniqlashimiz mumkin, davolashni olib boramiz. Bundan tashqari tuberkulin sinovasi bor. Tuberkulin sinovasini ham o'tkazsak, musbat yoki manfiy deb ko'rsatadi. Tuberkulin sinovasi. Bunda teriga, ya'ni 0,1 milli tuberkulin yuboriladi. Tuberkulin yuborganingizdan keyin 48 soat yoki 72 soat ichida o'zining effektini beradi, ya'ni reaksiyaga kirishadi yoki kirishmaydi. Agar reaksiyaga kirishsa, bizga musbat ekanligini ko'rsatadi. Agar reaksiyaga kirishmasa, manfiy ekanligini ko'rsatadi, ya'ni manfiy yoki musbat bo'ladi.
Agar reaksiya 5 millimetrdan o'sha biz papula deymiz, papulani diametri, ya'ni katta uzunligi biz maxsus lineyka orqali aniqlaymiz. Agar 5 millimetrdan katta bo'lsa, bu musbat hisoblanadi. 5 millimetrdan katta. Agar 2-3 bo'lsa, bu shubhali hisoblanadi. Ya'ni malfitsiyamlar shubhali. Ya'ni boshqa tekshirish usullarini o'tkazishga ko'rsatma borligini bildiradi. Biz diagnozni qo'yganimizdan so'ng bu kasallikni davolash chora-tadbirlarini ham ko'rishimiz kerak bo'ladi. Davolash yozishni hozir o'chirib olamiz. Davolash chora-tadbirlarini o'tkazishimiz uchun biz dorini o'sha mikobakteriyani antibiotikga sezuvchanligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Yana bu ikki mavzu orqali amalga oshiriladi. Agar sezuvchanligi yuqori, hamma antibiotik sezuvchanligi bo'ladigan bo'lsa, biz davolashlarni olib boramiz. Ya'ni davolash intensiv va davomiy davolashlar olib boriladi. Intensiv davolashlarga intensiv 56 kun bo'ladi. 56 kun. Intensiv davolashimizda asosan 4 ta kompleks, ya'ni birinchi izoniazid, ikkinchi rifampitsin, 3 pirazinamid, 4 etambutol. Mana shu 4 ta dorini 56 kun davomida beriladi va bemor nazorat qilinadi. Ya'ni kasallik yaxshi bo'layotganligi yoki yaxshi bo'lmayotganligiga qarab keyingi davomiy terapiyani amalga oshiriladi. Agar biz 4 ta preparatni berganimizda kasallik yaxshi bo'lishga o'zgargan bo'lsa, biz yana davomiy, ya'ni 4 oy, 112 kun degan bo'ladi. 112 kun mobaynida shu preparatlarni izoniazid va rifampitsinni berish orqali davom ettiramiz. Bizga umumiy 6 oy bo'ladi. Ya'ni 6 oy mobaynida bemorimiz pashta tuzalish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Agar bu preparatlarga o'zgarish kamaymasa, ya'ni yaxshilanish kuzatilmasa, keyinchalik yanada o'sha mikobakteriyani olib, uni sezuvchanligiga qarab yanada qo'shimcha uzoqroq mobaynida davolash chora-tadbirlarini amalga oshiramiz. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. Keyingi mavzularda klinik shakllar haqida, ya'ni kavernoz turi, fibroz turi, siroz turi, infiltrativ, ya'ni milliard tuberkuloz haqida videolarni olib boramiz. Bugungi temalar shulardan iborat.